Sizga yoki yaqin bir tanishingizga, qarindoshingizga ming afsuski saraton, ya'ni rak diagnozi qo'yildi. Sizning hayolingizga ikkita savol keladi. Birinchisi, nechinchi bosqich va ikkinchisi esa albatta bu inson necha yil umr ko'radi. Bugun sizlar bilan shu onkologiyada qanday qilib to'g'ri bosqich, ya'ni stadiya qo'yish kerakligi haqida gaplashaman. Men har doim buni aytganman, hozir ham aytaman. Onkologik bemor hamma haqiqatni bilishga haqqi bor yoki uning qarindoshlari. Ya'ni onkologik diagnoz qo'yilgandan keyin bu bemorga albatta doktorlar tomonidan yarim yilga kamida yoki 1 yilga kelajakda uni kutayotgan rejalar haqida aytib berish kerak. Onkologiyada to'g'ri bosqich qo'yish uchun bizga asosan 3 xil informatsiya kerak. Hozir shularni men sizlarga birma-bir aytib o'taman. Shu sizning qo'lingizga chiqaruv qog'ozi, ya'ni vyupiska berganda e'tibor bering, hozir olib ko'rishingiz mumkin. Birinchi ism, familiya, yotgan o'sha bo'limning nomi, diagnoz va ketidan albatta lotinchada yozilgan bo'ladi TNM. Bu shu hozir TNM nimani o'ziga berkitayotganligi, ya'ni nima berkitilayotganligi haqida men sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Bu o'sha men aytib o'tgan 3 ta ma'lumotning egasi bo'ladi. Birinchi harfi bu T, ya'ni tumor, lotin tilidan olingan bo'lib, o'sha o'smaning qayerga, qaysi qavatlarga o'sib o'tgani yoki o'sha o'smaning razmeri necha santimetrligini bildiradi. Agar oshqozon ichak bo'ladigan bo'lsa, shu shilliq qavatidan chiqib turib qaysi qavatlarga o'sib o'tgani yoki o'pka yoki oshqozon osti bezi bo'ladigan bo'lsa, endi o'zim ishlaydigan sohaga yaqinroq gapirdim, unda bu o'smaning razmeri necha santimetrligini bildiradi. Odatda T1, T2, T3, T4 bo'ladi. Eng kichkinasi T1, eng kattasi esa T4. Ikkinchi harfimiz bu N harfi, lotin tilidan olingan bo'lib, ya'ni nodus lymphaticus. Biz bilamiz, o'sma faqatgina qon orqali emas, balki atrofdagi limfa tugullarga ham albatta metastaz beradi yoki berish ehtimoli bor. Shunda bu bo'lishi mumkin N1 yoki N2 yoki N3, ya'ni har bir organga bog'liq. N1, N2, N3 degani shu o'smaning atrofidagi, o'sha misol uchun oshqozon bo'ladigan bo'lsa, oshqozon atrofidagi limfa tugullarda albatta metastaz bor degani. Buni faqat biz kompyuterni tomografiya, o'sha venaga kontrast berish yo'li bilan aniqlashimiz mumkin. Va uchinchi eng muhim asosiy ma'lumotlardan biri bu M harfi, M harfi. M degani lotin tilidan olingan bo'lib, metastazik, ya'ni shu misol uchun yana o'sha oshqozon saratonni oladigan bo'lsak, shu oshqozonning o'zidan boshqa organlarda, bu bo'lishi mumkin jigar, o'pka bo'lishi mumkin yoki qorin bo'shlig'i bo'lishi mumkin. Shu boshqa organlarda metastaz bormi degan savolga javob olishimiz kerak. Agar metastaz bor bo'ladigan bo'lsa, M1 harfi qo'yiladi. Agar metastaz bo'lmasa, hamma joy yaxshi bo'ladigan bo'lsa, M0 harfi qo'yiladi. Bu degani boshqa organlarda metastaz yo'q. Ya'ni bu TNM, ya'ni o'smaning razmeri, limfa tugullar ahvoli hamda metastaz bor yoki yo'qligi haqida to'liq ma'lumot olganimizdan keyin har bitta onkologning qo'lida TNM klassifikatsiya bor. Bu nima beradi bizga? Shu klassifikatsiyani ko'rganingizda mana jadval asosida, misol uchun oshqozon saratonini oladigan bo'lsak, o'smaning razmeri T3, undan tashqari atrofdagi limfa tugullarda metastaz yo'q, bu degani N0, hamda tekshirilganda boshqa organlarda metastaz yo'q, bu M0. Yoniga shunday qarasak, misol uchun bu bemorimiz uchun bosqichi 2A bosqich bo'ladi. Yoki boshqa misol oshqozon saratoni davom etadigan bo'lsak, bo'lishi mumkin Lyuboy T, bu degani T1, T2, T3 bo'lishi mumkin. Lyuboy N, misol uchun N1, N2 bo'lishi mumkin, lekin ming afsuski boshqa organda metastaz bor. Bu asosan jigar yoki o'pka bo'lishi mumkin, M1. Shuning uchun bu bemorimizda albatta 4-bosqich bo'ladi. Yoki yana bitta misol, farq yo'q. Mana oshqozondagi o'smaning razmeri T3 olamiz. Lekin ming afsuski atrofdagi limfa tugullarda metastaz bor. Bu N3. Lekin boshqa organlarda, jigarda, o'pkada metastaz yo'q. Buni shuni yoniga qaraydigan bo'lsak, 3B bosqich bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Shuning uchun doktoringizdan albatta bosqichni so'rashni unutmang. Bu sizga juda ham katta informatsiya beradi.